السلام علیکم بیننده عزیز ما. السلام علیکم نفرانی که همراهی ما هستند، همراهی شبکه شهنان هستند. برای امروز ما آمدیم موافق طلب یکی از برادر عزیزمان زمیرکه و ولایت جیزک برای تبریک کردن خواهر نازنینشان یک چند لحظه های خرسندی و فراغتی را پیشکش شما میکنیم. البته با ما باشید، با یوتیوب کانال شهنان. من بیننده های عزیزی ما آمده رسیدیم و سراغ نوبتی برای تبریک کردن گلشنایتی و خانواده اکتمک آمدیم. من عزیز تماشابینlar biz tashrif buyurdik Jizzax viloyatiga, Oktamac xonadoniga tashrif buyurdik. Gulshan opani tabriklash maqsadida biz bilan bo'ling, ketdik. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun biz Samarqand zamindan eshitib Jizzax viloyatiga mehmon bo'lib tashrif buyurdik. Eshitdikki, Oktamac xonadonida mehribon onajonimiz Gulshan opa tug'ilgan kunlarini, bugungi unutilmas oqshom shukrona kunlarini nishonlamoqda ekanlar. Albatta kimning nomidan kelgan bo'lsak, Jigarlarim nomida. Rahmat jigarlar. Albatta aka-ukalaringiz shaxsan necha yillardan beri musofirchilikda yurgan Zamiraka nomidan sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Albatta Oktamac Gulshan opa bugungi bayram muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qolaversa Zamiraka nomidan sizni tabriklaymiz. Zamiraka aytib yubordilarki, dunyodagi eng yaxshi umidlar, eng ezgu umidlar bo'lsa, barchasini aziz opajonimga tilab qolaman. Men opajonimni onam o'rniga onamdek ko'raman. Shunaqangi yaxshi ko'ramanki, mana necha yillardan beri musofirchilikda yuribmiz. Qadrlari bilinib turibdi. Har bor telefon bilan gaplashsak, suhbatlashsak, nurli yuzlaridan onajonim yuzlarini ko'raman. Bolli so'zlarida onajonim aytgan allalarini ko'raman. Xudodan so'rab qolamanki, hozirgi pandemiya paytida biz qadriga yetadigan ajoyib bir narsa bu salomatlik bo'ldi. Opajonim va po'chamizga sihat salomatlik tilab qolamiz. Farzandlarni baxt va kamolini ko'rib, faqat xushbaxtlik kunlarida kelib ularni tabriklash nasib aylasin. Hozir Oktamac agar ijozat bersangiz, bitta chiroyli she'r bor Zamiraka nomidan opajonimizga o'qib eshittirsak. Bugun chiroyli oqshom, bugun tug'ilgan kun. Albatta Zamiraka nomidan opajonlariga she'r. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin, siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay turib, jigaringiz holin so'rab, shoyi ro'mollarin o'rab, siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay turib, jigaringiz holin so'rab, shoyi ro'mollarin o'rab, siz onamga o'xshab keling. Goh muzlayman toshli qanday, erkalatar edi qanday, bolam deng bir adashganday, siz onamga o'xshab keling. Do'sti yor vafo qilmaganda, baxtu omad ko'rmaganda, dunyo yo'qlab kelmaganda, siz onamga o'xshab keling. Aziz opajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun biz
Shahnon pozdravleniya tashrif buyurdik. Albatta sizni bugungi aka-ukalaringiz, jigarlaringiz nomidan tabriklaymiz. Bugun Zamiraka nomidan bitta chiroyli iymonimizni baquvvatlovchi, ruhimizga quvvat bag'ishlovchi, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardan biri Kitobi Qur'onni sizga albatta aka-ukalaringiz nomidan olib keldik va Zamiraka aytdilarki, yaqin yillarda pochamiz bilan opamizni Hojiyona va Hoji bobo deb chaqirish nasib etsin dedilar. Bitta chiroyli qarsak chalamiz, kitobni taqdim etamiz. Marhamat. Marhamat. Albatta. Mana ishlar, mana qilsin. Ana. Muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Endi esa hamma ayollardan so'rab chiqsak, ayollar uchun eng chiroyli sovg'a nima desak agar, hammalari bir ovozdan chiroyli guldasta deyishadi. Biz Samarqanddan qidirib Zamirakaning istaklariga binoan eng chiroyli guldastalardan birini Samgul savdo do'konidan siz uchun ataylab tayyorlab olib keldik. Bitta guldiroz qarsak chalamiz. Albatta tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Yana bu yerda ajoyib sovg'alarimiz bor. Oldilariga olib ochamiz va chiroyli xonadonning to'riga bo'lsin, har bor shu suratni ko'rganda niyat qilib duo qilsinlar deb Zamiraka nomidan sizga ajoyib sovg'a, salomlar, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta opajonimiz hozir Zamiraka aytib yubordilarki, bizni opajonimiz o'yimizning sarishtasi, bizni har bir ishimizning maslahatchisi. Ilohim sog' salomat bo'lsin, farzandlari baxtu kamolini ko'rsin, pochamiz bilan qarilik baxtini ko'rib sog' salomat yashasin, 120 ga kirib keyin qarilik baxtini o'zlariga olishsin dedilar. Albatta opamiz biz uchun hozir ona rolida. Albatta opamiz uchun aytingki, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onasiz, onani ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tun va kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, ko'nglida, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Bugungi unutilmas oqshom shukrona kuningiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Imroz Xohari aziz mehmonlardan uzr so'ragan holda o'z ona tilimizda bitta tabriklang deyishdi. Bugun opajonimizni, albatta Gulshan opani Zamiraka nomidan tabriklaymiz. Xohari aziz Imroz jashni zodirizaton muborak bo'lsin. Zamiraka گفتم که بسیار من یاد کردم خواهرم، بسیار هم دوست می‌دارم. با جای مادرم، با جای بی برای من بی هستم. ما مهر محبتی مادرم را گم نکردیم که چرا در سر ما خواهر داریم. هیچ وقت خسته نباشند و دمی پیری و دولت پیری را دیده گردند. همراهی پاچه ما فقط سربلند شده گردند. ایدیسا biz Shahnon pozdravleniya yana bitta chiroyli an'anasi bor. Tort kesish marosimi. Hozir pochamiz bilan ikkalamiz niyat qilib shamlarni o'chirgan holda birgalikda tortni kesamiz va albatta shamlarni o'chirib yaxshi niyatlar ila tortlarni birgalikda baham ko'ramiz. Marhamat.
oldiga taklif etamiz. Shamlarni o'chirib, niyat qilib tortib kesamiz. Marhamat. Marhamat. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Albatta, yaxshi kunda yaxshi niyatlar bor, ezgu umidlar bor. Albatta mehmonjonlardan eshitamiz. Yaxshi kunda ezgu umidlarni marhamat xonajon bitta boshlab berasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi biz bu yerda mezbon, sizlar mehmonsizlar. Shunday xursand bo'ldim. Apam uchun ham, apam farzandlar shunday apam qiz. Jo'ndiga qizini shunday yaxshi ko'rardilar-da. O'zi butunlay boshqacha mehrli. Hammaga ham faqat o'zinikilarga emas, begonalarga ham ichida kiri yo'q, ko'ngli ochiq, hech kim bir yomonlik o'ylamaydi. Qo'lida masalan kam narsasi bo'lsa ham shuni birovga beray degan inson shu-da. Hech nima deb ta'rif berishga ojizman. Endi men bunga ta'rif berishdan ham ko'ra jiyanimni, singlimni shunday xursand qilgan jiyanlarimga rahmat aytaman. Allohim shular apasini, singlisini siylagan ekan, Xudo ularni siylasin. Shularni boshiga Gulshani qo'sha qarab, farzandlar rohatini ko'rib, jiyanlarini baxt kamolini ko'rib yurish nasib aylasin. Sizlarga katta rahmat. Shunday xursandchiligimizga juda ham qilib ajoyib xursandchilik qo'shdilaringiz. Iloho topganlaringiz faqat to'ylarga buyursin. Faqat mana shunday yaxshi xizmatlarda bo'lib yuring. Gulshanaga uzoq umr tilayman. Aziz singlim, jonim, apamdan qolgan yodgorligim, mehribonim. Suyanchig'imsan, hamrohim, dardimni eshitguvchim, dardkashim o'zingsan bilasan. Seni apamdan yaxshi ko'raman. Ilohim umring uzoq bo'lsin. O'g'lingni, qizingni rohatini ko'rgin, kuyov bilan qo'sha qarigin. Nabiralarni suyib yurish nasib aylasin. Hammamiz umid qilib yurgan mana shu o'g'ling niyatlarimizni ro'yobga chiqarsin. Hamisha qolganlar ham hammasi o'zini orzusiga yetsin. Rahmat. Gulshon opa, bitta chiroyli qilib Zamira akaga salom yo'llaymiz, marhamat. Zamira bitirgan. Zamirjon, rahmat o'qi. Salomat bosh, sad badro. Huzuri bachota be. Yakut ba hazor be hazorat million shava bachcha. Kojon yod kadagim bachcha.
Vaqti kavlo ukajonov. Sog' salomat bo'sh, sad badro. Kelin katta qo'shakadiku. Iloyim. Hamma jigarlarimga rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Doim o'ynab kulib, yaxshi kunlarda mana shunday ahil bo'lib, ittifoq bo'lib yuraylik. Bitta armonim bejonim bo'lganday. Hammasi joyida bo'lardi. Rahmat sizga. Endi esa O'ktam aka chiroyli qilib bizni opajonimizni tabriklab qo'yamiz. Siz uchun Samarqanddan voz kechib, mana siz uchun shunday farzandlarni tarbiyalab, uyning bekasi bo'lib turibdilar. Endi u yoqni siz davom ettirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Mana bizlarni juda chiroyli, baxtli kunimizga sherik bo'lib tabriklab kelganlaringiz uchun juda katta rahmat sizlarga. Avvalambor Zamirga rahmat aytaman. Zamirga emas, hammasiga, hamma aka-ukalariga, o'zi onasi o'rnida apa endi onani o'rnida suyanchiq apa ona bo'lib qoladi-da. Shuning uchun hammaga rahmat deyman nimaga? O'zimning umr yo'ldoshimga o'zimning muhabbatim mana shunda. Tabriklasın. Assalomu alaykum. Avvalambor ammalaringni Rasulullohning uyiga kelganlaring bilan ammalaringga rahmat deyman. Iloyim uzoq umr yo'ldoshi bilan qo'sha qarisin. Mana jiyanimizni to'ylarini ko'rsin, nevara ko'rishlar nasib qilsin. Uzoq yurtda yurgan Zamir ukamga salom, yaxshigina ishlab yursin. Bu qilganlaring uchun rahmat. Iloyim baxtimizga sog' salomat bo'lib yuringlar. Rahmat. Sizlar kelganlaringizga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaton va xush omading. Zargo'y o'ytimlon va iloyim o'ytim sasola shaba. Iloyim xusha per shaba. Rahmat o'ytimlon va. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Amin dargo'y o'ytima xush omadi. Senjon rahmat kalom ko. Hammatonma Zamirjon rahmat. Xolajon jiyanglarim, hammalaring xush kelibsizlar. Apajon, qo'sha qaring pochchon bilan. Bizlarning baxtimizga, oilani, qarindoshlarni, aka-ukalar baxtiga sog' salomat duogo'y bo'lib yuringlar. Yana bir marta tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Endi har bir niyatlar isboti bilan deysa-da, har bir so'z isboti bilan hozir bitta chiroyli surut qo'shiq tayyorlab kelganmiz. Birgalikda o'ynab, kulib, bugungi bazmni, bugungi oqshomni davom ettiramiz.
خوشنایتی برای مهمانداری رحمت. بیننده های عزیزی ما، این بودن یک لحظه خرسندی یک دخترک دهاتی آهری که در جیزق زمین هستند. خاندان آنها را پیشکش شما کردیم. یک لحظه خرسندی که در حقیقت سورپرایز بود برای شما کردیم. البته که رحمت sizga mehmondorlik uchun rahmat, salomat bo'ling. Samarqandga kelib turinglar. Hay, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmatli kalom. Xush omadi. Rahmat boburjon. زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای
پاشات قلم زده ای آچیق خشرو شده روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای زلفت خم خم زده ای پاشات قلم زده ای پاشات قلم زده ای آچیق خشرو شده روی دلم غم زده ای روی دلم غم زده ای پاشات قلم زده ای زلفت خم خم زده ای پاشات قلم زده ای زلفت خم خم زده ای Shut up.